Yangi Damas so'raganlarga Denodan 2025, bu ham 2025. Ikkovi ham bez probek. Naqd pulga через bank 2-3 oyga variant ham. Yangi Labo so'raganlarga 2025 Qumqo'rg'ondan naqdga sotamiz deb kelishtirib beramiz deb. Probek 25 ming yurgan. 2019 pul yetmasa mol qo'ydi sotib bergancha 2-3 oy kutamiz deb. So'raganlarga Angordan 2008-yil Damasda akamiz kesib labo qilgan ekan, shunaqa ish bilan shug'ullanar ekan. Videorolik davomida batafsil tanishib o'tamiz. Yangi Damas so'raganlarga 2022 40 ming kilometr yurgan. 1 oygacha varianti. Labo so'raganlarga yili yangiroq Labo 2024. Avtomobili uzundan 2022 20 ming yurgan 69 million savdo bo'lyapti. Labo avtomobili Denodan 2021. Labo soatlari Sarasedan boshdan ozroq ko'proq bersa variant ham beramiz deb. Labo so'raganlarga Jarqo'rg'ondan 2003-yil puli yengilgina ekan. Damas kesib labo qilib chiroyli qilib dokumentalni qilib taxlagan. Barchalarga salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugun sana 8-mart 2026-yil Surxondaryo viloyati Deno mashina bozoridan Damas so'raganlarga, labo so'raganlarga va esa Damas kesib labo qilganlar bor. Shuni ham videosini taqdim etaman. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariy fikrlaringizni yozib qoldiring. Surxon Mediani ashaddiy obunachilari uchun G'iyosbek Xurramov kanalida o'tasizlar. O'zimni ofisial kanalimda qo'y bozor, mol bozor videolari chiqadi azomchilarimiz. Kommentariyada silkasini qoldiraman. O'tib bemalol obuna bo'lib, mol, qo'y narxlarini ko'rishingiz mumkin. G'iyosbek Media kanaliga barchani obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlar uchun maxsus taklif. Qanday videoni boshladik. Damas so'raganlarga Sho'rchidan 2019-yil Damas soatlarda oq Damas oladiganlar bo'lsa, akadan ekan. Aka 2019da kraskasi qanday? Kraska toza. Yurgan qancha ekan buni? 190 ming yurgan. 4 ta bola. Oldi bolalar ham yangi ekan. Xo'p, 190 ming yurgan 2019, mana 191 ming ekan. Chiqol polilari bor, ko'ryapsizlarmi? Sustainasi mana shunday 2019. Xo'p, oldiga 2 ta balon, orqasiga ham baloni bor ekan. Yaxshi ekan. Xullas, metani bor 65 talik. Mana shunday sustainada 2019 Damas sotladi. Aka, kraskasi qanday? Uchgan joylariga sepilgan toza. Ha, uchgan joylarga ozroq sepilgan, qolgan joy toza. Necha pul deyapsiz aka buni? Buni 60 deyapsiz. 60 million baho qo'yapsiz. Savdoni ayting aka. Savdosi 52 gacha qilyapti. 60 baho qo'yilib 52 gacha savdo bo'libdi ekan. Aka, naqd sotamiz degan variantlari ham bormi? Bir oy ekaga. Ha, pul yetmagani mol qo'ydi sotib beraman, siz 1-2 oy kutamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 77lik 045 82 82 79 nomeriga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz deyapti aka. Damas avtomobili Oltinsoydan 2018-yil Damaslarga tanishtiramiz. Mana 2018 Damas oladiganlar bo'lsa, aka kraskasi qanday? Bor aka, chaqa-chuqa kraskasi bor. Suyagi butunmi aka? Motorlari qanday? Motor Zadmos korobkasi zo'r ekan. 2000 18 ha? 2018 138 ming yurgan. 2018 138 ming yurgan. Chiqol polilari bor ekan. Sustainasi yaxshi ekan, metani ham bor. Xo'p, aka necha pul deyapsiz 2018 da? 55 deyapsiz. Savdo necha bo'ldi aka? 43 million so'rayapti. 55 baho qo'yilyapti, 43 million savdo bo'lyapti. Aka naqdga sotamiz ha? Variantlar yo'q ha? Ozroq yetmagan kuchimiz mumkin ekan. Iloji boricha naqdga. Nomerni ayting aka. 99lik 420 2291 2291 shu nomerga bog'lanasizlar. Damas avtomobili uzundan 2022-yil probek 20 ming kilometr yurgan 2022 Damas soatlar ekan. Kraskasi toza. Kraskasi toza, mana ma'lumoti yozilgan, ishlab chiqarilgan 2022 probek 20 ming yurgan. Gaz, propan, kraska zavod. Mana gazga propan ekan-a? Mana balonlari 2022-yil chiqol poli qilingan. Sustainasini ko'ryapsizmi? Qani tevasigacha qilingan ekan. Xo'p, 20 ming kilometr yurgan. Mana salonchlari ko'ryapsan. Kuzov raqamim 2022. Mana propanda. Xo'p, aka necha bilyapsiz? Savdo necha pul bo'lyapti? Savdo 69 millionga bermadim. 69 ga bermadingiz. Siz necha bilyapsiz? Kelishamiz ha? Naqd sotamizmi? Faqat naqdga sotamiz deb mana kalomchilarimiz amakim bozorga tushunar ekan. Uncha ja qimmat aytgani hozir bir xilla 22-23 hech narsa qo'yilmagan Damasda 70 million 80 million deyapti. Bak 69 ga bermadim deyapti, kelishtirib beramiz deb.
Kim olsa ham lekin yaxshilamas ekan. Endi men tanimayman, men fikrimni aytyapman. Oladigan odamlar bo'lsa, mana shu nomerga bog'lanasizlar. 99 903 69 55 91 903 69 55. Shu nomerga bog'lanasizlar. 69 ga bermagan kelishtirib beramiz deyapti. Damas avtomobili Denodan 2022-yil Damas sotilyapti ekan. Oq Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat, qarang, saka diskam udaridan qo'yilgan. 2022 probeg qancha aka? Probeg 40 ming, kraska toza. 2022 saka diska 4 ta yangi balon qo'yilgan. Chixol barigacha qo'yilgan ekan. Probegi 40 ming, qarang. Ichlarini ko'ryapsizlarmi? Barlari ham bor ekan. Xullas, olib haydaysizlar. Kuzov raqam ham 2022. Metani ham bor. Qarang, Damas ham kamaz birida. Yukka zo'r, odam tashishga zo'r. Aka necha pul deyapsiz 2022 ni? 75 yapsiz aka. 75 baho qo'yapsiz. Savdo necha bo'ldi aka? 75 baho qo'yilyapti. 71 million atrofida savdo o'tdi ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. Aka, variant yo'q narxda? 1 oygacha kutishim. 1 oygacha yetmaganini kutamiz deyapti. Nomerda ayting aka. 99lik 99lik 385 385 42 42 shu nomerga bog'lanasizlar. Yangi Damas so'raganlarga 2025, bu ham 2025 3 oygacha varianti bor. Videorolik davomida batafsil tanishtirib o'tamiz. Xo'p, 2025 tayyor. Bez probeg aka bular. Bez probeg mana 4 ta balon yangi 1000 km, 1200 shunday yurgan Damaslar Chixol poligacha qo'yilgan. Mana buni qarang. Xullas 1100 1200 km yurgan deyarli bez probeg desak ham bo'ladi. Hali hech qancha yurmagan, chunki uyga baqa borgan, Chixol poli qilingan, shu tarafga borib kelgan. 4 baloni yangi, metanlari bor ekan. 2025 Damas xohlasangiz bunisini, xohlasangiz unisini olishingiz mumkin. Aka, buni narxi necha pul? Buni aka 100 deyapsiz, kami bor. 100 million so'm baho qo'yapti, kami bor, kelishtirib beramiz deb. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Necha bo'ldi aka savdo? Ha? 93 dan bo'lyapti. Har biri 93 dan, ha? Ikkovining narxi bir xil. 100 milliondan baho qo'yib, 93 dan savdo bo'libdi ekan, bermabdi. Kelishtirib beramiz deb. Aka, misol uchun Cheres bank ham qilsa bo'ladi, bularni. Nomerda aytib qo'ying aka. 2 oy 3 oy kutish imkoni ham bor. 99lik 99lik 385 385 42 42 shu nomerga bog'lanasizlar. Xohlasangiz 1 oy, 2, 3 oygacha kutish varianti ham bor ekan. 100 milliondan baho qo'yib, ikkita 2025 Damasda. Qarang, ikki oy ham bir xil taxlangan. Bunisini saloni boshqarang, bunisi boshqarang. Ko'ryapsizlarmi? Mana probegi buniki 1270 km. Mana shunday Damaslar sotilyapti. Kelishtirib bera. Olib metan qo'yaman, Chixol poli qilaman demaysizlar. Xullas tayyor. Xohlasangiz bunisini, xohlasangiz bunisini olish mumkin. Bemalol akaga bog'lanasizlar. Nomerni qaytaring. 99lik 179 09 0908 nomerlarga bog'lanasizlar. Ikkita Damas Denodan sotiladi. Va yana Labo avtomobili Denodan 2024-yil yili yangiroq Labo sotuvda ekan. Kuzovlar ham qarang, profildan qilingan. Xo'p, 2024 probeg qancha aka? Balonlar o'zini radniy balonda. Xo'p, 2024 38 ming yurgan, chixollar bor ekan. Sosteniyasi yaxshi ekan. Kuzuv mana ikki yonda ochiladigan qilingan. Mana ko'rasizlarmi ichlarini ham? Xo'p, aka 2024 narxi necha pul? 95 million so'm baho qo'yapti, kami bor, kelishtirib beramiz deyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 87 million. Savdo 87 million bo'libdi ekan, berilmabdi ekan. Telefon nomerni ayting aka. 99lik 99lik 377 377 8022. 8022 shu nomerga bog'lanasizlar. 2025-yil Labo so'raganlarga Qumqo'rg'onda mana aka yili yangiroq Labo olaman deganlar bo'lsa, akamiz Qumqo'rg'ondan 2025 Laboni olib keldi ekan. Ko'rishingiz mumkin. 4 baloni yangi turibdi. Mana salon ishlari. Xo'p, probeg qancha? 25 mingmi? 2025 25 ming kilometr yurgan Labo, kuzovlar profil qilingan, yoqilg'isi metanda ekan. Xo'p, aka necha pul deyapsiz buni 2025 da? 105 million so'm baho qo'yilyapti. Tex pasportga ham kiritilganmi? Mana tex pasportga ham kuzovlar kiritilgan. Endi 105 aka baho qo'yapti. O'tar qaytari bor. Kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, aka savdo necha bo'ldi? 95. Savdasi 95 bo'libdi ekan. Nomerni ayting aka. 95lik 95lik 269 269 90 29. shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Aka, buni naqdga sotamiz, ha? Variant yo'q, ha?
variant yo'q, naqdga kelishamiz debdi aka. Damas labo so'raganlarga akamiz usta ekan, Angordan kelibdi ekan, Damas laboni tayyorlab, dokumentalni qilib sotasiz aka. 2008-yil Damas laboni tayyorlab, chiroyligini qilib qarang. Tevasiga bagajchalar qilib tayyorlab qo'yibdi. Aka, buni motorlari, korobkalari qanday? Motor korobka zadnima o'zi hech qanday ishi yo'q. Ishi yo'q. Xato ham qilingan, 4 ta yangi bars balon taqilgan, yangi diskasi bilan. Buni endi o'ziz yasagansiz, yukka mustahkamroq qilgansiz-a? Usul qilingan. Bemalol 1 tonna, 1,5 tonna oladi. Donasi oladi, uyaltirmaydi. Mana aka 2008 Damas labo qilgan ekan, usta akamiz o'zlari qilgan. Agar shunaqa xizmatlar bo'lsa ham qilaverasiz. Mana azomcharimiz, kuzublari ham baquvvat aka. Qilingan ekan, usul-tillar qilinib, yukka moslashtirilgan. Aka, necha pul deyapsiz endi 2008 laboni? Hozirgi kundagi narxi 55 million so'm baho qo'yilyapti metanda. Endi 55 degan bilan kelishtirib beramiz. Ustiga gaplashamiz. Nomerni ayting aka. 95lik 665 3000 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, Angordan akamiz laboni olib ketdi ekan, sotgani kelishtirib beramiz deyapti. Telegram ham shu nomerga ekan. Va yana labo avtomobili Denodan 2021-yil laboni tanishtiramiz. Aka, motorlar qanday, zo'ra? Motor korobka zadimos javob. 2021 motor korobka zadimos javob ekan. Probegi 61 ming yurgan. 2021-yil xullas pul topor labocha. Metan ikkita ekan, bitta orqada, bitta raman arasiga. Kuzubi shunday, kimgadir bunaqa kuzub kerak, kimgadir bunaqasi kerakdir. Aka, buni narxi necha pul? Narxini 75 million deyapmiz, kami bor. 75 baho qo'yilyapti, kami bor ekan. Probegi ham kamroq yurgan. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo 66 bo'ldi. Bermadingiz. Bermadim. 66, 67 savdo bo'ldi ekan, bermabdi. Kelishtirib beramiz deyapti. Telefon nomer 99lik 99lik 377 377 8022. 8022 shu nomerga bog'lanasizlar. WhatsApp, Telegram, xullas hammasi bor ekan. Va yana Damas labo so'raganlarga 98-yil o'tgan daf'a Damasni laboni video qildik. Arzonroq labo choring deganlar bor. Mana 98-yil Damas kesib labo qilingan dokumentalni Sarosiyadan ekan akamiz. Aka, motor korobka zadmoslar zo'rmi? Har taraf ham zo'r ekan, yaxshi ekan. Endi bu 98 labo bo'lgandan keyin Damas kesib puli ham yengilroq bo'lsa kerak-da aka. Metanda ekan. 45 million so'm baho qo'yapti. Kami bor. Ishga tayyor aka. Olib faqat minish kerak. Mana aka, endi kimgadir shunaqa labolar kerak bo'lsa, hozir 100 millionga 90 million olayotmaydi. 45 million so'm deyapti. Kami bor. Kelishtirib beramiz deyapti. Aka, telefon nomer shumi? 95lik 172 88 19 shu nomerga bog'lanasizlar. Ishga tayyor. Sarasiyadan labo sotiladi. Motorlar mo'y yemaydimi aka? Yo'q. Motorlari yo'q yemar ekan. Ishga tayyor ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Variant yo'q aka? Variant endi boshiga ko'proq bo'lsa kelishamiz. Boshiga ko'proq bo'lsa variantga ham kelishamiz debdi aka. Damas labo so'raganlarga 2003-yil Damas 1da kesib labo qilingan ekan Jarqo'rg'ondan. Endi buni shunaqa qilib dokumentalni qilgan, puli yengilroq varianti. Motori, hadoyi, korobkalar qanday? Dahshat. Moslariga zo'k yo'qmi? Zo'q yo'q. 2003 dedingiz-a? 2003-yil xullas Damaschani kesib labocha qilgan, pul topar labo qilgan. Kuzubi necha metr? Shu lavolardan bir 15 sm uzun. Labodan bir 15 sm uzun ekan. Buni necha pul yapsiz endi 2003da? 38 million so'm baho qo'yilyapti. Metallari ham bor ekan. Savdo necha bo'ldi katta? 32-33 bo'lib qopti ekan, 38 baho qo'yilyapti. Variant yo'q, bir 10-15 million bersak, qolgan variant qilsak. Naqdga nomerni ayting. 90 746 90 746 21 77. 21 77 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz deyapti.